Nurafshon shahrida Ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi tomonidan navbatdagi sayyor sud hamda nazoratdagi fuqarolar bilan profilaktik uchrashuvlar o'tkazildi. Unda probatsiya hisobida turgan fuqarolarning xulq-atvori, belgilangan majburiyatlarga rioya qilishi hamda ijtimoiy hayotga moslashish jarayonlari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Tadbirning asosiy maqsadi huquqbuzarliklarni oldini olish va probatsiya nazoratida bo'lgan shaxslarning to'g'ri yo'lni tanlashiga ko'maklashishdan iboratdir. Tadbirda Nurafshon shahri prokurori, Ichki ishlar bo'limi rahbariyati hamda sud mas'ullari ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar natijasida probatsiya nazoratidagi shaxslarga turli imtiyoz va imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, ushbu shaxslarni kasbga o'qitish, ularni tadbirkorlik istagi borlar shaxslarga imtiyozli kredit ajratish hamda turli xil subsidiyalar ajratish natijasida ijtimoiy hayotga moslashtirish choralari ko'rilmoqda. Ushbu mahkumlar orasida ham subsidiya olish istagi bor mahkumlar aniqlangan va ularga tegishli tartibda shahar prokuraturasining yordami natijasida subsidiyalar ajratilgan. Bugungi kunda mahkumlarni ijtimoiy hayotga moslashtirish borasida barcha choralar ko'rib borilmoqda. Shu bilan birgalikda mahkumlarni ishga joylashtirish borasida 8 marotaba mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Shu mehnat yarmarkalarida shahardagi katta yirik tashkilotlar qatnashib, mahkumlarni ishga joylashtirish choralari ko'rildi. Jarayonda avval sudlangan hamda hozirda nazoratda bo'lgan fuqarolar bilan yakka tartibda suhbatlar tashkil etilib, ularga ishga joylashish, kasb-hunar o'rganish va jamiyatga moslashish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mutasaddilar tomonidan ularning muammolari tinglanib, zarur yordamlar ko'rsatildi. Hozirgi kunda Nurafshon shahar Ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida 190 nafar shaxslar jazo o'tamoqda. 2025-yil davomida biz jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan 15 nafar shaxslardan 4 nafariga Vazirlar Mahkamasining 158 sonli qarorlariga asosan eng kam oylik ish haqini 10 barobar miqdorda subsidiyalar ajratib, ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyatlar yaratdik. Probatsiya nazoratida hozir 35 nafar yoshlarimiz bo'lib, o'tgan yili 1 yil davomida biz 20 nafar yoshlarimizni qayta kasblarga o'qitib, ularni tadbirkorlik, ishbilarmonlik yo'nalishlarida bandligini ta'minladik ularni. Probatsiya nazorati bu shaxsni jamiyatdan ajratmagan holda uni jazodan to'g'ri xulosa chiqarishi, kelajakda o'z o'rnini topishi, qayta jinoyat ko'chasiga kirmasligi, qayta jinoyatlar sodir qilmasligi, ularni to'g'ri yo'lga boshlashga muntazam ravishda ko'maklashib kelamiz. Ta'kidlanganidek, probatsiya tizimining asosiy maqsadi fuqarolarni jazolash emas, balki ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirib, jamiyatga qaytarishdan iboratdir.